Montjuic portladi do'stlar. Barselona bugun Chempionlar Ligasi sahnasida haqiqiy shou ko'rsatdi. Olympiakoschi ular keldi, lekin bu tunda sahna Barselonaniki edi. 6-1 shafqatsiz, ammo go'zal hisob. Bu festival qahramonlari ko'p bo'ldi, ammo yorib chiqqani Fermin Lopez. U yosh bo'lsa ham katta futbolchiligini o'z hat-trigi bilan isbotladi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Maydonni titratgan 3 ta zarba va 3 ta gol. Rashford esa o'ziga xos britancha sovg'a bilan dublni rasmiylashtirdi. Yamal esa penaltini aniq amalga oshirdi. Bugun Montjuicda futbol san'ati bo'ldi. Navbatdagi qurbonimiz Olympiakos. Endi amaldagi qurbonlikni Santiago Bernabeuda amalga oshiramiz. Bu arenada bizni 5 o'yindirki, Duranku mayli, yutish nimaligini bilmayotgan Madridning Realchilari kutyapti. Lekin ularning bu kutganlari qimmatga tushishi aniq. O'yin 26-oktyabr soat 19:15 da start oladi.